It's my birthday! Ta-da! 100 temasida ayollarga atvet qilganman. Ayollarga men объявление berganman, reklama berganman. G'ulomjon, siz shoshonchangiz yo'qmi? Poposha bormi? Siz negativ yozyapsiz. Siz unaqa qilmang. Kodni qisib yuring. O menga qara, qachon sen bunaqa gaplaringni to'xtatasan? Qanaqa gaplarimmi? Shu gaplaringni qiz bolacha gapirasanmi? Nima qilib qiz bolacha gapirsam? Yomonmi shu? Просто o'xshataman xolosmi ovozni? Bo'pti, ko'p gapirma, xafa bo'lma. Bugungi qilgan ovqatim yoqdimi? Ertalabkisi. Ertalabki qilgan ovqatingiz rosa ham shirin chiqibdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Nashar balgini qo'shgan bo'lsiz, rosa ham kerak bo'lyapti. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yini tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga o'tishlarga kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Bos! Ketdik bachalam. Bos! Bosoqsanmi? Bosoqman keyin. Selim bos. Mashina o'tasiz. Tamommi? Qizlarga po'shli, ehtirosli yigitlar yoqadi deb o'ylaydigan yigitlar uchun bu videoni обязательно oxirigacha ko'ring. Agar sizlar постоянно mana bu narsaga namikatsiya qilaversanglar, shu haqida gapiraversanglar, любой qiz sizlardan qochib ketadi. Mana o'zim misolimda boshidan bola shu narsaga namikatsiya qilaversa, men qo'rqib qolaman unaqa bolalardan. Любой qiz qo'rqadi. Chunki qiz bolalar ko'proq mehr, muhabbat xohlaydi, u narsani emas. Bola buni tushunmaydi. Tayyorginada qiz foydalanib olay degan bir fikr bo'ladi ko'p bolalarda. Bu juda ham xunuk, juda ham noto'g'ri, даже dinga ham to'g'ri kelmaydigan hayot. O'shaning uchun hech qachon o'zingizdan 18+ ga namikatsiya qilib, har xil po'shli hazillik qilaverib, qizlarni bekorga qo'rqitmanglar. Tushibdilar, ketib. Aka uzr bezda qildik, mana shunaqa mashinada yurib, mazza yashash uchun nima qilish kerak? Prosta Leyli tashab ketayotganda yaxshi arentira olib tushib qolish kerak. Jonim, shunday jo'nating. Hurmat salom. Gapirib jo'nating jonim. Mana. Gapirmang, sikaman hozir ey. Mana qarab, aka. Ey. Baqirma. Ha, bo'ldi, ket. Qayerdan kelyapsan? Ha? Qayerdan kelyapsan? Men doktorxonaga borib, kim bilan kelayotganga yo'lda shaharda baqirdim-mi? Nuqta baqirdim. Menga qara. Ay, qaraman. Vachaqa tapniqqa jo'rasiz. Vachaqa. Men qo'ymayapti. Sochlaringni silasam tabibim, bag'rimga bir bossana tabibim, erkalatib deysan habibim, seni ko'rsam ado bo'laman. Bunday gaplashib o'tirsam Yengilllagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'nglimning bog'ida. Eng qaynagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi cho'ponni, shunda qalbim tanidi seni. Eng jirtillagan yoshlik chog'imda sen jirbiding hamsiyaning tomida. O'zi kerakli odam bilvola o'zi darrov bu she'r kimga tegishli bo'lganini. Mening agaratimga bilib bilmay toshlatmanglar, eshitdilarmi? Kessaga motmanglar. Az tualtim bo'lmaga qimmat bo'lib ketgan. Kesaklarni tualtda ishlatasizlar. O'lib plaslar. O'lasin dabba galdir. Tintaga olish. Nima qarang? Qushboq ustiga ovoz bilan jarang-jarang murrayib ikkita yigitni optiga qarang.
Yigitlar paxtada bor chigitlar deydi. Choqaman deydi semishga, bunga qaramaydi devishga. O'zi o'tiradi, o'zi quruq tumushga. Yana bir is keladi lipushka. Ana chopish kerak, topish kerak, unas ko'rmagan yopish kerak. Ana söyledim tarang. Zato ko'ngling bo'lmadi garang. Qana? Ana yigit bo'lsangiz, qo'lingizdan bir non olaylik. Sekkaga solaylik. Ukamga söyledim tarang, zato qilmadi meni garang. Ikkita nonni olib qo'ydim, ovoz chiqsin jarang. Yasha. Ana bo'lmasam tashang. Yasha. Ana o'raversangiz pulchani olib kelamiz, gulchani ikkalamiz borib sayratamiz bulbulchani. Ormaydi yoshligim o'lgunchani. Ana, amaki bordim qoshiga, savdo tushmay boshiga, amakimni chaqirgandim, jonon keldi yon boshimga. Ana endi o'zim boqmayman xayolim qalam qoshimga. Ana shunaqa. Boshdagi chapga yurim olmayman chapga. Oyog'imizda ham turmaydi shilobga. Lekin hozirgi chaplar yomon, qildiradi be'opka. Imodan tushunadi gapga. Chor yonimda qol, mana mushti ol deydi. Joyiga qarashni sol deydi. Ana bundaqadan bahor bo'ladi. Hayot shu. Hozir ham bittadan kelaman. Keldim bechir, gunohimni kechir, seni davranga keldimki, amakimga bitta ichirdi. Yo'q, unaqa amakchim so'z qat, unaqa amakcha so'z qat deydi. Uya har kim nima qilavermaydi-da. Dashi o'sha Toshkentga borib, Ergashchomdan balga chiqqanmiz. Ergash aka, orayin, tarbizingni yorayin. Seni shahrang muncha sovuq qanday qilib borayin dedi. Ergash akam iralgan, yangamga ko'p tiralgan, bechora yangamdan qo'rqib chappa qaralgan. Otangni go'rga uray, otanda-yu, otanda yuribmasa, vatanda otamga ko'p so'kmang, chiqmaydi ich ko'chanda. Opna, bilad deding billig'ing chiqib kelsa tillig'ing tamom bo'lar indiki, oxiri nimjilig'ing. Voy, qo'y gapirmadi, qo'y gapirmadi. Sen bir nima qilgan? Ko'pga qasd semishga esga tushmas devishga. Semishga o'zing bersang raso qilasan tumuchga, yolmasa bulishga, esingga chiqmadi o'lishga. Qanaqa ketma-ket yopishadi. Bir-birini topishadi, bu gapni eshitavergan katta xolasini o'pishadi. Ana shunaqa zamona. Rahmat. Salomat bo'ling, to ko'rishguncha alomat bo'ling, savdolarga rivoj bo'lsin.